Assalomu alaykum do'stlar. Qishning sovuq kunlarida Toshkentda ikkinchi qor. Va bu sovuq kunlarda kimgadir quvonchli, kimgadir qayg'uli, kimgadir asabiy va holatdamiz. Sababiki chesta elektromobillarni mana shunday sovuq kunlarda qiynaydigan holatlar paydo bo'ladi. Gibrid bo'lganda zaryadkasi o'tirib qolganda benzinda yurib ketish imkoniyati bo'lardi. Bunda chesta elektromobil bo'lgani uchun evakuator chaqirishga majbur bo'ldi. Shuning uchun baribir benzinli yoki gaz yoki gibrid mashinaga kelmaydi. Iloji boricha gibrid mashina olishga harakat qiling. Bo'lmasa mana shunday holatlarga duch kelishingiz mumkin.